tumani tibbiyot birlashmasi tug'ruq bo'limi 60 o'ringa mo'ljallangan bo'lib, 53.496 ta tug'ish yoshidagi nafar ayollarga xizmat ko'rsatadi. Davlatimiz tomonidan onalar va bolalarga qaratilgan e'tibor, chiqarilayotgan bir qator qarorlar 296, 402 qarorlarga asosan, bundan tashqari raqamlashtirish hamda shu aholini ijtimoiy himoyaga bog'liq qatlamiga bepul yordam ko'rsatish maqsadida mana yaqinda Open budjet tomonidan bizni shu Qo'shtepa tuman tibbiyot birlashmamizga kompyuter uskunalari keltirildi. Endi biz bulardan shu raqamlashtirish texnologiyalarini yo'lga qo'yib, ayollarni tug'ishga kelayotgan ayollarimizni navbat qator bo'lib turishmasliklarini hamda bosqichma-bosqich ularga malakali xizmat ko'rsatish maqsadida viloyat hamda respublika perinatal markazlariga yo'naltirish oson bo'lyapti. Bundan tashqari, Ishonch 2030 loyihasi orqali 18 xil turdagi tibbiyot apparaturalari keltirildi. Bularning ichida shu neonatal reanimatsion kravatlar, fototerapiya, koagulyatorlar, vakuum ekstraktorlar, operatsion stollar qator apparatlarimiz bolalar hamda onalar o'rtasidagi kasalliklarni o'limini oldini olish uchun hamda malakali xizmat ko'rsatish uchun tibbiyot jihozlaridan foydalanyapmiz. Bu jihozlar kelgani sababli o'sha bizni go'daklar o'rtasida kasallanish perinatal davridagi hamda onalar o'rtasida tug'ruqdan keyingi davrda uchraydigan asoratlarni kamaytirishga olib kelyapti. Bundan tashqari, prezidentimiz tomonidan 402 qaror bo'yicha bachadon bo'yni raki hamda ko'krak bezi saratonini oldini olish bo'yicha mana hozir skrining tekshiruvlar ketyapti. Bular hammasi shu aholimizni ayollar o'rtasidagi kasallanish onkologik hamda tug'ish yoshidagi ayollarga ko'rsatilayotgan yordamni yaxshilashga olib kelyapti. Yangi olib kelingan Ishonch 2030 loyihasidan keltirilgan jihozlardan to'g'ri samarali foydalanganimiz uchun tibbiyot birlashmamizda bu yil go'daklar o'rtasida hamda onalar o'rtasidagi o'lim sezilarli darajada pasaydi.